Yana bir akriloy kuxnya bitirdik. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugungi ishimiz 3 etaj akriloy kuxnya bo'ldi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda gaz plitamiz turadi, рабочий zonasi, mo'kasi рабочий zonasi. Bu yerda ham effektivni aytganmiz. Yana bu yerda 60-60 joy qoldiramiz. Ertang keyinchalik pechga qo'yadigan bo'lsam ishlatadi. Ustini dizaynini e'tibor bering. Chiroyli chiqqan. Ranglarına e'tibor bering. Ranglari zo'r bo'lib chiqqan. Bir-birisini dim qo'shib turibdi. Tortmalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Tortmalarni ham mo'kidin tandemda aytganmiz. Xullas, расчетli bo'lib chiqqan. Kuxnyamiz 356 joyda joylashgan. Lekin hamma narsasi ixcham, qulay. Рабочий zonalari hammasi ixcham, qulay bo'lib joylashgan. Ustidan ham vaj qo'ysa bo'ladi, balandligi. Kuxnyamiz yoqqan bo'lsa like qo'yinglar. Hammamizga shuning toza kuxnyalar nasib etsin. Davom etamiz.